Assalomu alaykum fermer dehqon akalar. Boshoqni to'ldirish hamda vesini oshirish bo'yicha eng ko'p so'ralayotgan narsalar. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun asosiy qo'llaniladigan narsalar bular kaliyli o'g'itlar, tarkibida bor ko'p bo'lgan o'g'itlar hamda fosforli o'g'itlardan keng qo'llanilganda boshoqlarni to'ldiradi, hosilni 2-3 baravargacha vesini oshiradi, sifatini yaxshilaydi. Bulardan ko'p tez foydalanib turish kerak. Bargidan berganda suyuq holatdagi o'g'itlardan asosan ko'proq ishlansa, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Bir hosil mavsum davomida o'rtacha fosforli o'g'itdan 3 martadan 5 martagacha yoki unga qo'shib borli o'g'itlar, kaliyli o'g'itlarda asosan o'zini bersangiz yaxshi bo'ladi. 1 martadan 7 martagacha beriladi. Kaliyli suyuq o'g'itlar bilan fosfor borli o'g'itlarning hammasini birda to'plagan o'g'itlar ham juda ko'p. Bular haqida to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agrachim siz bilan sog' bo'ling, salomat bo'ling.